Assalomu alaykum. Ey yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, jo'rajonlar, mehribonlar, aziz obunachilar. Ko'rishda davom etingizlar, xudo xolasa meniki bir kanning tubi joyga keldik. Baliq ovga, xudo xolasa. Hasta tushamiz endi. Meniki baliq ishlayapti. Pagoda vashim zo'r pagoda bo'ldi-da o'zi ham. Shunchalik issiq pagoda. Ne qilar? Rahmat. Ya bismillah. Assalomu alaykum. Ey yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Baliq qishloq bitta. Mana shuni ko'rsatayım. Ya bismillah. Meniki. Tozalab jaring da shuni oshna. Sog' mushut, omon mushut dedi-ku. Haydi sog'ingiz. Like, podpiska qilib turingizlar. Qo'llab-quvvatlab. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Manzarani bir ko'rsatib qo'ying. Qarang. Shuka degani mana shu bo'ladi. Maşallah. Maşallah. Bir kilodan ziyod mana shu. Ozra mana. Juda katta ozra. Assalomu alaykum. Aziz obunachilar, bugunga mana xudo xolasa ovimiz barobardan keldi, xudoga shukr. Bugunga mana 4 ta 2 kilodan ziyod 2,5 kilocha bor. Shunchalik issiqlar kun hamma yer kuyib qoldi mana. Qizilib kuydi odam. Ovimiz nima deyildi, alhamdulillah. Hech kim yo'q. Texa. Ushitib kelish kerak ekanda o'zi. Texa. Bitta qarmoq. Shukalar meniki. 4 ta shuka. Yetikta keldik-da, yetikta mana. Yo'qlar loy. Orlaysan patinkalar cho'mib ketadi. Rabochi yetikta, где-то biz ishlayotgan joydan 75 kilometrda. Repina parkdan shu yerga doğru 75 kilometr. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Yana bozor kunga doğru ko'rishguncha inshaalloh kuzatib turingizlar. Yana dahshatidan ushlaymiz kelasi bozor, xudo xolasa. Nima deydi, bu marta unisini balig'i bittasini sindirib qo'ydik. Undaki bittasi ketilib qoldi-da. Hozir bu moydani qo'ydim, moydada tushmadi. U katta edi, kattada zo'r ushlab olindi. Unda zo'rlashar ekan.
ikkita qochib ham ketdik. Qochirib ham qo'ydik. Bittasi buni shunday katta edi. Bittasi noday mo'ydaroq edi. Ikkitani qochirdim ham. Qarmoq chiqib ketdi.